Aslbek Hakimov sizlarga salom deydi va yangi videosini taqdim etadi. Bugun sizlarga aktiv futbol o'ynayotgan kuchli zarba egalarini ko'rsatadi. Agar siz keyingi videoda futbolchilik faoliyatini yakunlagan futbolchilarni, eng zarbasi kuchlilarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz esa bugungi kundagi futbol bazukachilarini boshlaymiz. Zlatan Ibragimovich. Zlatan eski bir taekvondochi bo'lganligi sababli futbol maydonida hech ko'rmaganimiz turli xil narsalarni ko'rsatdi. Kuchli zarbalari boshqa qobiliyatlarning soyasida qolgan bo'lishi mumkin, lekin bu ro'yxatimizda bo'lishi kerak bo'lgan o'yinchi. Zlatanning ustunlik tomoni oddiy, tushuntiradigan bo'lsak, quvvat. Futbol menejeri o'yinini o'ynaganlar yaxshi biladilar. Zlatanning kuchini bu o'yinda kamdan kam o'yinchilarga beriladigan 20 baho bilan belgilashgan. Ibragimovich o'ziga to'g'ri kelgan to'plarni oyog'ini ham tashqari, ham ichi bilan kuchli zarba bera olgani singari, ham chap oyog'i, ham o'ng oyog'i bilan bir xil shaklda kuchli va aniq zarba bera oladigan o'yinchi. Hatto bir kuni chap oyog'i bilan kiritgan super golidan keyin undan jurnalistlar so'radi: "Zlatan, zaif oyog'ing bilan chiroyli gol kirita olding. Nimalarni aytishni xohlaysan?" Javobi: "Meni zaif oyog'im yo'q." O'zi Zlatanning boshqa bir zaif joyi bormi? Bundan ham amin emasman. Sizningcha bormi? To'pga bu darajada belidan va sonidan kuchli zarba bera olish uchun albatta Zlatan quvvatiga sohib bo'lish kerakdir. Cristiano Ronaldo. Dunyoning eng ko'p serqirrali quroliga sohib bo'lgan hujumchilardan biri hisoblangan Ronaldo oxirgi 6-7 yil davomida to'xtovsiz o'zini rivojlantirgan va o'yin uslubiga yangi qurollarni qo'shgan futbolchi. Lekin bu kuchli zarbalari Manchester davrlaridan beri doim unga hamroh edi. Yana har ikkala oyog'i bilan kuchli zarba yo'llay oladigan Ronaldo to'pga xuddi o'rtacha kuch bilan zarba yo'llagandek ko'rinadi. Faqat u to'p darvozaga yaqinlashgani sari dahshatli tezlikka chiqadi. Hatto darvozabonlar ko'ra olmay qolishadi. Ayni vaqtda bunday zarba uslubini bekamukus bajara oladigan kamnamo futbolchilardan biridir. Yana diqqatimizni torta oladigan boshqa bir farq esa dastakda turadigan oyog'ini zarba yo'llaydigan oyog'iga yaqin tuta olishi va boshqa futbolchilardan farqli ravishda zarba yo'llaganidan keyin vujudini darhol to'xtata olishi sabab darvoza tomon kuchli raketani yo'llaganida ham xuddi ko'p kuch sarflamaganday tuyuladi. Gareth Bale. Tez yuguradigan bu odam ayni vaqtning o'zida qaytarilmas chap oyoqqa ham sohibdir va buning soyasida darvozabonlarning chorasiz holga solib qo'yadi. Karyerasini boshlarida chap qanot himoyasida o'ynagan Bale o'z uslublariga yangi qurollarni yuklab, o'ng qanot hujumini en uchigacha yetib bordi. Deyarli har bergan zarbasi 90likka qarab yo'l oladi va to'pni olib ketadigan tarafni qarama-qarshisiga kuchli zarba yo'llay olishi uni qay darajadagi quvvatga sohib ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Chunki bunday zarbalarni yo'llay olish hech ham oson ish emas. Kuch va mehnat kerak. Agar men va siz sinab ko'rsangiz, balki yerga yiqilarmiz. Bel bo'lsa, ham oyog'ini ichi bilan, ham tashqarisi bilan kuchli zarbalar yo'llay olishi sabab to'pdan ko'p uzoqlashmay, unga dahshatli tezlikni bera oladi. Hulk. Aslida faqat ismini aytib, jim tursak ham yetardi balki. Faqat kuchini devdek ishlata oladigan o'yinchini ham ta'riflamasak bo'lmaydi. Darvozabonlar uchun uni bergan zarbalarni qutqarish bir yonda tursin, ko'rishlarini o'zi bir masala. Alloh asrasin-da, agar darvozabonga u yo'llagan to'p tegsa, aniq travma kelib chiqadi. Chunki to'pning kuchi rostdan ham dahshatli. Agarda bir kun kelib Hulk yo'llagan zarba sabab darvozabon darvozasini tashlab qotsa, uni to'g'ri tushunishimiz kerak. Har zarbada kuchini ko'rsata olganligi uchun uzoq masofalar unga muammo bo'lmaydi. Shuni ko'ring, bu inson ekanligiga ishonish qiyin. Menimcha bu rasmdagi qahramonlarga o'xshaydi.
Kevin De Bruyne. Aktiv futbol o'ynayotganlar ichida men uchun eng yaxshi yarim himoyachi hisoblangan De Bruyne bazukachilik qobiliyatlarini 20 yoshiga to'lmasidan shakllantirgan. Shundan keyin o'z o'yin uslubiga shu darajada foydali qurollarni yuklaganki, bugunga kelib eng zo'r uzoqdan zarba beruvchilar desak, aqlga birinchi kelmaydigan ism bo'lishi mumkin. Chunki bu ishni u san'at yo'lida ko'rsatadi xolos. Faqat belgiyalik bu ishni ham ustalaridan biri. Zarba yo'llaganida ortiqcha kuch sarflamayotgandek ko'rinadi, lekin bunga qaramay juda kuchli zarbalarni yo'llay oladi. Undan tashqari, bunday zarbalar yo'llashga ham vaziyatni qidirib o'tirmaydi. To'p kelgan joyida har ikkala oyog'ida ham bazukani darvozaga yo'llay oladi. Paul Pogba. Fransuz 1.90 bo'yi bo'lishiga qaramay, yuksak texnikaga va kutilmagan tezlikka sohib o'yinchi. Aqlini ishlashi biroz bolalarga o'xshaydi. Hatto tanlaydigan raqamlari ham buni isbotlab turadi. Faqat Pogba o'zi xohlasa, o'yin taqdirini bemalol bir o'zi hal qila oladi. Agarda uni o'ynashi kerak bo'lgan joyini mendan so'rasa, hujumga yaqin forvardning orqasini tanlardim. Chunki qobiliyatlari bunga juda mos keladi. Shu bugungi kungacha uni bu pozitsiyada ko'p ko'rmadik. Faqat fransuz darvozabonni bo'shlig'ini ko'rgan zahoti aslo kechirmaydi. Uzun oyoqlari soyasida ajoyib zarbalarni amalga oshira oladigan Pogbani tana harakatlari ham ajoyib. Nima deb o'ylaysiz? Bir kun kelib, katta kishi bo'lishga harakat qilsa va hujumga yaqin o'ynasa, bir gol mashinasiga aylana oladimi? Mana do'stlar, biz tuzgan ro'yxatimizni ham ko'rib chiqdingiz. Faqat biz bu videoda qaysi o'yinchining eng kuchli zarbaga ega ekanligini ko'rsatmadik. Sababi esa buni izohlarda sizga topshirdik. Va keyingi videoda futbolchilik faoliyatini tugatgan bazukachilarni ko'rsatishimizni xohlasangiz, albatta bu videoni like va kommentariyalarga to'ldirib tashlang. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.